Gul 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 gul. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Men bu videolarni olishimdan sabab nima desam bo'ladi? Meni bu hobbim deymizmi, havas deymizmi? Keyin men mana shu agar ko'rayotgan bo'lsalaringiz, videolarim qisqa-qisqa, o'zim shu video YouTube'ga joyladim. Buni 2005-yil may oyida 6 dona tovuq olganman, 4 dona kurk olganman. 3 ta urg'ochi, bitta erkagini olganman. Bularda 8 ta xo'rozimni sotdim. Mana 500 mingga bronzaga chatish erkagidan oldim endi. Chunki o'zining xo'rozi bo'lmaydi. Har yil almashtirib turish kerak. Indotkalar olganman. Mana indotkalar hammasi bu yil kurk bo'ladi. 13 ta indotkam bor. 10 ta urg'ochi, 3 ta erkagi bor. Ertalab bularga mana issiq suv beraman, idishlariga, hammasiga. Qishning kuniga faqat issiq suv berish kerak. Odam yoshi o'tirgandan keyin ham men avvaldan ham o'zi qiziqishim bor bu sohalarga. Avval ham ko'p tovuqlar boqqanman. Bularda odam kallasi dam oladi, asablari tinchlanadi. Stressda yuradigan, achchiqlanadigan odamlarga men juda ham tavsiya qilaman shu narsalarni boqishni, uyda ko'paytirishni. Ayniqsa pensiya yoshida odamlarga ham bu yaxshi narsa bo'ladi. Bu ovunchoq deymizmi, bir agratlarimizda o'tinlar kesilgan. Shuning uchun mana 30 tuk agratimiz bor. Hozircha mana o'tinlar yig'ishtirganimiz yo'q. Xunuk ko'rinyapti manzara. Qishning kuni. Mana bugun 19-dekabrda olyapman. Ko'p videolarim bahorda, yozda olinganlarni hozir birdan yukladim. Chunki oldin yuklash niyatim bor edi, yana ham bir qandaydir keyinroq yuklashni niyat qilgan edim-da, shuning uchun endi yuklashga qaror qildim. Hammasi xonadonimdagi shu yuklagan narsalar, videolarim xonadonimdagi voqealar, bahordagi, kuzdagi, qishdagi, mavsumdagi, yozdagi, fasldagi holatlar olingan. Bundan tashqari meni bedanalarim bor. Keyin papugay qushlarim bor, qo'yonlarim bor. Ular kichkina qo'yonlarim. Hozircha ko'proq mana shu tovuqlarni ko'paytiryapman. Bu yil xudo xolasa hammasi kurk bo'lsa 100 dan oshib ketishi kerak kurkalar. Kurkalarga nima desam bo'ladi? Men 4 tomonli ham agratni setka bilan o'rab olganman. Hech qayerga o'tmaydi. Bir qo'shnilarimga bir ziyon bermaydi. Mana bahor kelyapti, endi o'zlari o't o'lanlar chiqadi. Shular bilan oziqlanadi. Mana hozir makka beraman, bug'doy beraman, kepak beraman, har xil aralashtirib ichiga vitaminlar solaman. Vitamin solib bersangiz, erta bahorda mart oyida kurk bo'ladi bular, indotkalar. Endi bularga sal joyini ham kengaytirib, naryoqda bir joy qilmoqchiman. Bularga qancha chiroyli sharoit qilsa, o'zingiz kallangiz ham dam olaveradi-da. Bular qiliqlari, o'ynashlari.